Saida Mirziyoyeva yana Samarqandda bo'ldi. Bu safar u viloyatda yangidan ochilish ko'zda tutilgan bolalar kutubxonasi konsepsiyasi bilan tanishdi va ushbu 1911-yilda barpo etilgan tarixiy binoda hali hamon o'ziga xoslik va davr ruhi saqlanayotganligi, uni qayta ehtiyotkorlik bilan restavratsiya qilinishi ta'kidlandi. Mirziyoyeva Telegram kanalida yozishicha, kutubxona fondi o'zbek, ingliz va rus tillarida jami 120 jild kitobni o'z ichiga oladi. Shundan so'ng prezident administratsiyasi rahbari Samarqand Kongress markazida suvdan foydalanish imkoniyatlarini va uning tozaligini oshirish choralarini muhokama qildi. Yangi texnologiyalar, kanallarni betonlash, raqamli boshqaruv va suvni tejashga qaratilgan loyihalar suhbatning asosiy mazmunini tashkil etdi. Keyin esa Saida Mirziyoyeva Samarqandda bo'lib o'tayotgan UNESCOning navbatdagi tadbirida ishtirok etib, kotibiyatga hamkorlik uchun chin qalbdan minnatdorlik bildirdi. Dr. Xolid Al-Ananiyni tashkilot bosh direktori lavozimiga tayinlangani bilan tabrikladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ushbu tarixiy tadbirni Buyuk Ipak yo'li markazida o'tkazish tashabbusini bir ovozdan qo'llab-quvvatlagani uchun barcha a'zo davlatlarga samimiy minnatdorligimni izhor etaman, deb yozdi o'zining Telegramdagi kanalida Saida Mirziyoyeva.